Assalomu alaykum do'stlar. Xo'sh, boshlaymiz. Primatoshni Tixi degan gul shitlarni yasab ko'rsatib beramiz. Qarang. Hozir Chevrolet Cobalt'ga yasaganimizni videosini ham qo'yib beraman undan keyin. Quyib ko'rsatib beramiz. Rezonator arqa bachog'ini yasab tayyorladim. Primatoshni qilingan. Primatoshni ovozini eshitib ko'rasizlar. Telefon nomer, Telegram bor. Agar shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol yozasiz. Bizga yaqin hududga bo'lsangiz, telefon qilsangiz bo'ladi. Qo'llangancha qilib beramiz ishlarni. Tak, поддержка deydi-ku, подписка qilib qo'ying. Подписка. Zo'r videolar chiqaveradi. Qani eshitamiz, hoy. Ketdik. Gaz bosing. Gazi. Katalizator ham ovoz bormi? Detonasiya beradi-da. Chevrolet Cobalt'ni gulishitelini hozir qo'l yasalganlardan qo'yib beramiz-da. O'zinikini olib tashlaymiz. Mana kesib tashlaymiz o'zinikini. Primatoshni qo'yamiz-da. Hozir ikkita gulishitel. Zo'r. Ketdim, qaraman. Shuni katalizator buzib tashladik. Katalizatorda ichi. Xo'sh. Buni endi ichini nima qilamiz? Ko'rinchasi yopiladimi endi? To'liq suvarga qilamiz. Bu yerda. Chiqmas kerak. Chiqsa so'yla. Primatok qilsak, radiatorga issiq uradi buni. Hozir mana bu yer qorinchasiga vata qo'yamiz. Bu termoizolyatsiya ham uyushti qilolmaydi. Mana shu primatokda shuni izolyatsiya qilingan variant. Xo'sh. Bir vata qo'yamiz, yopamiz. Tamam. Xo'sh. Ochiq. Mana bu primatoshni bo'l. Katalizator ham. Ovozchasi ham zo'r, Tixi. Normal. Stigi normal. Gazi. Cobalt. Primatok bo'lib ketdi mana hamma joy. Katalizator ham o'sha. O. Ha. Mana bu pul balasi bu. Rezonatorda. Ha, shuni arqa bachog'ida ham ko'ramiz-da. Pul yaptım. Ovozchasi Tixi uydi. Agar baland ovoz kerak buni ishlatasiz-da. O. Bosing. Mana. Böyle agar. Mana bu o'zini ovozi. Traktor kerak bo'lsa uni qo'yib olasizlar-da. Xo'sh. Ha? Chiroyli o'xshaydi-da. Cobalt. Chevrolet Cobalt.